Hürmetli vatandaşım, əmdi təhlil yürgüzümüz əvvəl qısqa xəbərlə bilən sizləri tanışdırıb, bu xəbərlə asasız təhlil yürgüzümüz. Mandaq. Erkin Asiya Radyosu Xitay Dili Proqramısı bugünkü günün xalqara axbarat elan qilishda təminləyən paketləri 100% doğru ekanligini tekşürüb, dəlilledi deb görsət. 2017 yılı 9 ayının 28 günü. Hazırgacha bu bugünkü günü qorshav qelyapti. Hatta Amerika hökuməti Cunguğa tapşırıb berişi mümkün deyişiyatıdı. Xanzu obzorçular özləri şundaq deyişiyatıdı. Ottarada hazır endi mənim qarab durun. Bugün mən bu kişi bilan 8 aydan beri uçuruşuqluq, davamlıqda tətil və bu torbiti arqalıq uçuruşuqluq, ona xəbər belə uçuruşuqluq, YouTube'da onun xəbərlərini görüb durub Gepler yaman tola. Lekin meyadi bu gepni sizden səminizə selib qoyay dedim. Erkin Asiya Radyosu Xitay Dili Proqramısı bugünkü günün xalqara axbarat elan qilishda təminləyən paketləri 100% doğru ekanligini tekşürüb dəlilledi. 2017 yıl 9 ayının 28 günü YouTube'da. Yakında, endi ikincisi, yakında Cungu'nun alakadar mətbuatları bir parça hüccetli ilan qilishga aktif qatnaşdı. Ve bu hüccetni 19. Qurultay açılışdan burunqi ciddi xabar yoki ciddi fikir deyishdi. Mavzumunda Cungu Kompartiyasi Merkezi Komiteti şirketçilerinin sağlam ösüp yetilişi, şarait yaratып beriş, şirketçilerinin münevveri şirketçiler royini teximi cari kıldırış doğrusu da fikir. Neymiş ki ciddi fikir deyimiz? Tahlil sözüşümüz. Bugünkü devlet oğrunlarının ahırıq külleri tez arada yetip gelidi, dedi. 2017 yıl 9 ayının 28 günü. Doğru bitti. Min Janju Amerika'ya kelelmeydiğen boldu. Min Janju degen vakatım Gobingo'yu baş kılıvatkan Wang Qishan'dan keyinki adam Jungo'da siyasi kanun komitetinin müdiri bolup turgan adam. Hazır bu adam asli ilk başta ettik Amerika Jungo otursuzluğu söhbet ötküzüp beriş. Doğrusuzluğu söhbet 10. ayının 4. günü açılgan söhbet kaydı boyunca şu kişi yani Min Janju degen kişi keliş gerek idi. Kaydı boyunca. Lekin bu kişi kelenmedi. Demek bugünkü günün Amerika'da materyal baş kılışı tesirinin qancha keng ekanligi. Amerika cemiyeti cemaat fikrinin qandaq tayyorlanganligini shuni da ko'rib olsangiz bo'ldi. Hozir Min Janju kelolmadi. Uning o'rniga saqchi ministri Washington kelgan bo'ldi. Bu intayin ciddi xabar, ciddi muamele vatandaşım. Enlik yani siz anlaydıgan bir xabar. Nayti çoğunqur mülayize qilamiz bunu hem siz dikkat qilasiz deb ishonman vatandaşım. Jungo'nun g'arbiy shimoli qurib ketdi, qurug'dilib ketdi. Dastlabda bu yerga kelgan qurg'uvchilarning endiki hayoti, turmushi qiyinlashdi. Mavzuli suratli xabar 10 ayının 1 günü Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 20. asrning 50 yillarida Jungo sanoat qurilishi davriga kirgan mezgillarda G'arbiy shimolga yordam berish chaqiriqiga ovoz qo'shib, Jungo'nun sharq qismlariga solishtirganda iqtisodiy qaloq bo'lsa-mu, lekin tabiiy boyligi mo'l rayonga kelgan bu kishilar bir necha million harbiy sapdan qaytgan harbiy odamlar temir yo'lni bo'ylab g'arbga yetib kelib, yo'l bo'ylab har xil sohalar bo'yicha har xil organlarni qurib, kon ichib, ular chaqiriqqa ovoz qo'shib, özünün yurtlardan şartsız ayrılıp, G'arbiy shimolning qurilishiga yordam berishga kelgan edi. Tushunyotamsiz vatandoshim? Kimlar bu? Sizning vataningizga bintvallar bo'lmamdi. Kelgan edim. 60 yil o'tib ketdi. Ayni vaqt chaqiriqqa ovoz qo'shib, o'zlarining yurtlaridan ayrilgan yoshlar. Sizning nazaringizda ko'chman, Xitoy ko'chmanlari. Bu yerde özlerinin yurtlardan ayrılgan yaşlar. Çölbayavan ülkesi de yıldız atıp bütün ömrünü
taqdim qilishdi. Şarkı ülkeler islahat etivitişki ağıcı, Xitayning şarkı ülkeleri islahat etivitişki ağıcı allaqachon taraqqiy qilib, pishib, yetildi. Lekin G'arbiy Shimoldagi bu o'lka tabiiy boyliqlar quruqdilib, tugab ketish masalasiga duch keldi. Hukumat bu tabiiy boyliqni quruqdilib, tugab ketgan shahar yezlarning qurilishiga mablag' solmaydigan bo'ldi. Hukumat bu tabiiy boylig'i quruqdilib, tugab ketgan shahar yezlarning qurilishiga mablag' solmaydigan bo'ldi. Qurilishga yordam berish uchun kelganlar hozir qerilik davriga qadam qo'ydi. Jumladan ularning bola chaqalari G'arbiy Shimolning qurilishiga bir umrini taqdim qildi. Endi hozir nihoyatda jafoliq, hayotlik, mavjudlik masalasiga duch keldi. Diqqat vatandosh. Endi hozir nihoyatda jafoliq, hayotlik ve mavjudlik masalasiga duch keldi. Bularning tilida, eg'izda aytilib o'tgan G'arbiy Shimol dal Xinjiang o'lkasi. Uyg'urning tilidagi mustamlika Uyg'uriston. Bu yerga kelgan ko'chmanlar va umrini taqdim qilgan ko'chmanlar besabdan qaytgan Xitoylar va boshqa siyosiy ko'chmanlardir. Bular bu yerga keldi. Endi siz diqqat qildingizmi vatandoshim? Nima deydi? Boyliqlar, tabiiy boyliqlar tugadi. Quruqdilib ketdi deydi. Bu nuqtaga siz qanchalik ishonasiz, hurmatli vatandoshim? Hozir mustamlik Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang rayonida tabiiy boyliqlar tugadi, quruqdilib ketdimi? Men bundan 5 yil, 10 yil burun Xinjiang yilnomasining 1994-yillik majmuasida shunday bir xabarni ko'rgan edim. Xitoy o'zi tekshirib aniqlash bo'yicha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda nefet, ham nefetning zapsi 64 milliard tonna deyilgan edi. Mushu nefet hozir echilib bo'ldimi? Men ishonmayman. Mustamlik Uyg'uristonning tabiiy gazi echilib bo'ldimi? Men ishonmayman. Ondan başqa boyliqlar, dunyodagi 137 xil ranglik va ranglik metaldan 100 xildan ortiq ranglik va rangsiz metal sizning vataningiz mustamlik Uyg'uristondan chiqdi. Echilib bo'ldimi? Masalan, ko'mir zapsi bu texna ma'lum. Temir rodisi bu texna ma'lum. Uranium bu texna ma'lum. Mushlarning hammasi echilib bo'ldimi? Xo'sh. Biz yo'q deylik. Echilib bo'lmadi deylik. Xitoy nima uchun bu yerda tabiiy boyliqlar quruqdilib ketdi, tugadi. Endi bu yerning ahamiyati qolmadi. Bu yerga kelgan harbiy sabtdan qaytgan ko'chmanlarning hayoti jafo mushaqqat uchun o'tyapti. Men yaqinda bir radioda bir xonim muxbirning xabarida shunday ko'zim tushib qoldi. Nima deyildi desangiz, Qashqarga yordamga kelgan Guangzhou, Fujian, Shanghai, Guangdong qatorliq shaharlar yordam berib, sog'an qurilishlar Qashqar atrofida, Xotan atrofida shundaqla quruq turib qoldi. Bu binolarga, selingan binolarda o'ltirgan odam yo'q. Bu muxbir xonim Qashqarda o'ltirishliq bir Xitoy ko'chmanni telefonga tortganda Xitoy ko'chmani dediki, bu yerda nopus yo'q dedi. Nopus yo'q deganga aniqlik uchun qo'shmadi. Bu yerda Uyg'ur nopus yo'qmi va yoki ko'chman nopus yo'qmi? Qanday qilishdan qat'iy nazar sen bir binolarni solding. Bu yerga ko'chmanlarni elib kelaman deding, Jungoliq apandi. Xo'sh, bu yerga ko'chmanlarni ekilib qo'ydi, u qo'soqqa nima yeydi? Hozir bu Xinjiangga yoki mustamlik Uyg'uriston kuch chiqayotgan ko'chmanlar dehqonchilik qilishni xohlamaydi. Dehqonchilik bilan boy bo'lgan odamning boy ekanligini anglaganmi? Buningdagi 300 yil burun 14-15-asrlarga taalluqlash.
Xitoy bugün bu ay bu kunlarda herkes dehqonchilik qilib beyiyman demaydi. Agar vatanga chiqib hozir vatanda yer tizimlash, yerni qayta mo'lashni boshlab, endi Xitoylarni yana qaytadan rag'batlantirish, ma boylik tugudi dedi-ku. Qaytadan rag'batlantirish uchun hozir Uyg'urning qo'lidagi bo'stonliq yer va ekin yerlarning hammasini Xotanda, G'o'lja, ili viloyatlarda hozir tizimlab deptagi elib bo'ldi. Ati bu yerni kimga taqsim qilib berdi? Uyg'ur sen yerga ega bo'la olamsan yo'q. Buning o'zi bir gap. Ya'ni kelayli ko'chmanlar. Ko'chmanlar hozirgacha Bengtuvanda qandoq turib qoldi? Bengtuvanning 80% sanoati bor. Shuning ishiningki mustamlikchi gubernator millat hargiz mustamlika rayonga sanoat sistemasi, sanoat liniyasi barpo qilmaydi. Rossiya buning sirtida. Chunki bu sanoat sistemasi kirdi degan gap o vaqtida bu rayonda mustamlik qilingan millat agar o ishchilar qo'shini bo'lib tayyorlanib sanoat sistemasiga kirib keladigan bo'lsa, vaqtida bu hokimiyat uchun tahdid tushadigan paydo bo'ladi. Shunga eg'ir sanoat tashkillamaydi, qurmaydi. Ama hozir Bengtuvanda Xitoylar nima ish qilmoq kuniga turib keldi? 80% sanoat, yenik sanoat, to'qimachilik sanoat, jung to'qimachilik, paxta to'qimachilik, uning sirtida inkubator o'dak chiqarish, inkubator cho'ji chiqarish, mushunda ushaq sanoatlarning hammasi Bengtuvanga 80% atrofida qurildi. Xitoy hozir qilayotgan Xitoy shuningga mashg'ul bo'lib, shuningga yashab kelyapti. Agar bu sanoat turlari bo'lmasa, Bengtuvanning Xitoylari bor. Bu yerda dehqonchilik uchun chiqib, o'zining jonini sepirdigan ishni qilmaydi. Shunga bu yerda Xitoy markaziy hukumatining siyosati bilan ko'chmanlar o'rtasidagi manfaat munosabatlaridagi ziddiyatni Xitoy faqat pulga tayinib hal qiladi. Pul davomli berilmaydi. Yuqorida aytibdi-ku, endi bu yerga mablag' so'rilmaydi. Nima uchun mablag' so'rilmaydi? Nima o'yladingiz, hurmatli vatandoshim? Radioning xonim muxbirining gapida bu binolarda o'ltiradigan odam yo'q deb ketibdi. Demak, bu yerda turmush yo'q ularga degan gap. Ikkinchisi, bu yerga nima uchun mablag' so'linmaydi? Xitoy bu yerga mablag' solmaganligi uchun hali qilar shu binolarda o'ltiranmagan gap. Bu yerga mablag' so'linmagan